Qizlar, hozir sizlarga penka va gel bilan to'g'ri foydalanishni ko'rsataman. Yuzimizni suv bilan yuvamiz. Bo'ynimizni ham. So'ngra ko'pik, penka. 2 marta siqsangiz yetarli. Va yuzimizga massaj harakatlari yordamida suramiz. Mana endi yuvib tashlaymiz. Yuzimiz tozalandi. Endi gel bilan yuzimizni qanday yuvishni ko'rsataman. Gelni siqasiz, shuncha yetarli. Va asosiy qismi gelni ko'pirtiramiz. Ko'pirtirmasdan yuzimizga surmaymiz. Ko'pirdi. Endi massaj harakatlari bilan yuzimizga suramiz. Peshona, burun yonlarini va iyakni yaxshilab mana shunaqa qilib yuvish kerak. Chunki ko'pchilikda bu T zona hisoblanib yog'li bo'ladi. Bo'ynimizni ham unutmaymiz. Yuvib bo'ldik, endi quritamiz. Yuz terimiz tozalandi, keyingi etaplarga tayyor bo'ldi.